Osmani sultanları. Sultan 1. Murad. Osmani dövletining 3. padişahı. Hüküm sürgen devri 1359 yıldan 1389 yılgacha. U Osmani dövletining 3. hükümranı bulup, Orhan Begning Nilufar Hatundan tug'ilgan ikkinchi o'g'lidir. U 1327 yil tug'ilgan bo'lib, Osmanilar tarixida G'azi Hunkar va Xudovendigar deb tilga ilinadi. Orhan Begning o'limidan keyin 1362 yili davlatga bosh bo'ldi. Dematoka, Dada Ach, Chorlu, Kashan, İpsala, Anqara va Edirne qatorliq o'rinlarni qaytarib oldi. 1364 yili Vizantiya bilan bir kelishimnoma tuzildi. Vizantiya tunji qitim Osmani davlatiga ma'lum miqdorda boj to'lashni qabul qildi. Piyoda askariy bazasi qurildi. Fatih rayonidagi bolalarni askarlikka ilish tuzumi tunji qitim 1. Murad zamonida tatbiqlandi. Ya'ni Rumaliyadagi xristian bolalar Anatoliyadagi turk oilalarga berildi. Bular Türk İslami an'anasi bo'yicha tarbiyalangandan keyin askarlikka qabul qilindi. Osmani davlatining g'alabasiga qarshi Balqon davlatlari ahli salib qo'shini hozirladi. Edirne'ga qarab harakat qilgan qo'shinlarni Osmani qo'mondoni bir kechilik hujumda parishon qildi. Serblarning qirilishi deb atalgan bu zafar 1362 yili amalga oshdi. 1371 yili Balqon davlatlari bilan Osmani davlati Chirman urushini qildi. Bu urushda g'alaba qilgan Osmani davlatiga Makedoniyaning eshiklari ochildi. Sofya 1385 yili, Nish bo'lsa 1386 yili fatih qilindi. Sirib, Aplak, Boshnoq, Alban, Marjan, Bodan qatorliqlardan tarkib topgan harbiy kuchlar Osmanilarni Balqondan qo'g'lab chiqarish uchun bir qo'shin hozirladi. Ahli salib bilan Osmanilar 1389 yili Üsküp bilan Prishtina orasidagi Kosovoda uchrashdi. Urushda Osmanilar g'alaba qildi. Sultan Murad jang maydonini ko'zdan kechirayotganda Milosh ismli yaralangan bir asir tarafidan hanjarlandi. Muradning ichki a'zolari vafot bo'lgan o'ringa dafn qilinib, ustiga bir maqbara yasaldi. Meyti Bursa chekirgadagi burun soldirib qo'ygan maqbaraga ko'mildi. الصديق فخرا وابن عفان البعر سلان والفاتح عثمان وابنة شفين والغازي سليمان اسأل الرومان عنهم والمجوس